Aytdim-ku, men siz oyoq kiyim qo'yadigan, oyoq kiyim taqlaydigan dedim sizga. Aytdilarmi? Siz videodan ko'ring. 3 ta rasm ko'rsataman. Mebelga oid. 3tasini to'g'ri aytsangiz, mayli, 3tasidan 2tasini to'g'ri aytsangiz ham 100 ming so'm ochib beraman. Ko'rsatingchi. Biladimi? Qiyin aka. Ugonlikmi, men sal yordam berib yuboring. Kuxnyada ishlatiladi. Ha? Barmasmi? Mebellarga uncha tushunmay. Bu bar boshqa narsa. Mayli. Idish taqlaydigan. Yo, nomi bo'ladi, alohida. Alohida nomi bor. Ha, bilmayman, keyin Ikkinchisi osonroq. Qiyinidan boshladim ataylab. Bu nima? Oyoq kiyim qo'yadiganmi? Boshqacha idish ko'rinadi. taqlaydigan emasmi? What? Bu podstavka. Antresol или что-то oyoq kiyim qo'yadigan. To'g'ri topdilar. Qoyil. Tortma. Yo'q, Ha, tepasida tortma turibdi-yu. Podstavka deb o'yladim men. Bilmadim yana. Oyoq kiyim qo'yadiganda xullas, tushunishim bo'yicha. To'g'ri. Buchi? Gul qo'yadigan. Молодец, gap yo'q. Gul taqlaydigan. Bu to'g'ri. Podstavka. Bu endi guldiki bu aniq. Buni to'g'ri top. Podstavkasi. 3tadan bitta to'g'ri. Agar ikkita to'g'ri topgansa ochib beraman. Bizdan Ya bunga gul qo'yadi-ku. to'g'ri. 100 Malshok do'konidan 100 ming so'mga ochib. O'zi obuna bo'lgansiz Instagram sahiifasiga? Bilmadim. Obuna bo'lmasiz. Obuna bo'ling. Obuna bo'lganingizda yana 100 ming so'mni qo'shib beramiz. Agar hozir Malshokka obuna bo'lgan bo'lsangiz, beraman 100 ming so'm ochib. Obuna bo'lib qo'yaman, beraverasiz. Ko'p qo'ying. Bo'lib qo'yaman, endi kun bering. Obuna bo'lib qo'yganlar uchun ham mayli beramiz. Biz shuncha harakat qildilar. Atga qilmang, kuzatishni davom eting. Kuzataman. Akamiz 3tadan 2tasini to'g'ri topganlari uchun ana 100 ming so'm ochib aka. Nima qilish kerak ekan? Obuna bo'lib, hamma narsani nomini bilib yurish kerak ekan. Xatga? Malshokka obuna bo'ling va vaucher yutib oling. Rahmat. Omon bo'ling.